أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار. Biz yuqorqi darsda zahar deganni ta'riflab, munosib ba'zi ahkamini o'tdik. Ama yani bir kishi ayoliga anti alayya kadahri ummi desa bu zahar bo'ldi. Buning bilan ayollarim bo'lib ketdi. Yaqin kelishtirgani kaffarat to'latish kerak dedi. Ana shu kaffaratga munosib ahkamlarni bahs qilgan bilingan. والنظر في كفارة الظهار في أشياء منها في عدد أنواع الكفارة وترتيبها. كفارة الظهار da biz nimalarni bahs qilmaysak, bu kaffaratning turlari qaysi? Turi deganimiz masalan, bu kaffarat ya uni ba, ya buni ba, ya buni ba deydi-ku. Ya atqaraqaba, ya siyam shahran mutatabi'in, ya it'am. Davanki uch turlik narsaning ishidan ma'ni birsan dedi. Buni biramsan, ma'ni birsa deb tadrijiy imkoniyatga qarab o'tkazilgan mushturlik narsalar. Va uning tartibi. Ba'zi kaffaratlar ixtiyoriy edi. Avdab xalqancha shundan birini basing bo'ldi degan. Ma'lumda tartib bilan. Ma bo'lmagan taqdirda ma'lum. Va shurut naw'an minha har bir turning shartlarini bayon qilamiz. Ana shurutul musahhiha. Yani qanday bo'lsa shu to'g'ri joyda bergan bo'ladi kaffarat nima demoqchi. Va mata tajibu kaffaratun wahidatun va mata tajibu aktharu min wahidatin. Endi ba'zida zaharni 2 qatim qilgan bo'lsa, 2 qatim kilamdo, 1 qatim kilamdo. Yoki 2 oyda bo'lsa, har 2 antimalayya kadahri ummi degan bo'lsa, bu chog'da 2 kilamdo birisimi. Ya 1 kilam tushib ketamdi bu masalan. Yani bu tadaxulul kafara demoqchi. Famma anwa'uha endi bir-birlar buni bahs qilamiz. Hamda kafaraning turiga kelsak, fa innahum ajma'u ala annaha thalathatu anwa'. Ve bu kafaratul zahar buningda 3 turlik narsa qilingan. Atqaraqaba, siyam shahrayn mutatabi'in, it'am. Niyada icma keldi nima uchun? Qur'on kendi aniq deganlik uchun, yana hadisda mu aniq kelganlik uchun. Buningda talashlar yo'qki. Fatahrir raqabatin min qabla an yatamassa rizqu. Qurbiyat misa, tapamsa manda deb aniqlab qo'ydi. Fal i'taqu awwala dastlabda qul azat qilish. Fa in lam yakun fasiyam. U bo'lmay qolsa ro'za tutish. Fa in lam yakun fal it'am. Ro'za tutmasa andan tamoq berish kerak. Hada fil hur. Yani mushtartib hozir bir musulmon qarta deyilgan narsa. Vaqtalafu fil abd. Yani qul bo'lib qolsa, biz yuqorida nurg'un ahkamda qulning hukmi o'rning hukmiga o'xshamaydi degan to'q. Ama endi qul bo'lib qolsa bo'lsa, yukaffiru bil itqi aw bil it'ami ba'da ittifaqin anna alladhi yabda'u bihi as-siyam. Qul kafaratu zahar va mashulsa, andasta qilib ro'za oldida deymiz. Chunki hisob ketmaydigan, balki inson tejib qolgan ish bo'lishi mumkin siyam degan. Ama tamoq bo'lsin qiladigan ish bo'lgan bu ro'za tutadi deymiz. Birinchi qatim isbot kelgani hammaylar oldin o'ringa ro'zni qo'ydik. Ertaqning o'rniga hozir ro'zni chiqardik. Endi undan keyin ixtilof nima? Ixtilofu fil abd yukaffiru bil itq aw bil it'am. Endi ixtilof bo'yira bu qul azat qilish bilan yoki tamoq berish bilan kaffarat beramdi, ba'mamdo buningda ixtilof bor. Nima ma keyindigina hozir ittifoq bo'lgan keyin dedi-da, siyamda ittifoq keldi, ammo qul azat qilish bilan tamoq berishda ixtilof tushib qoldi dedi. Ani idza ajaza an siyam. Biz dastlabda ro'za tutsam dedi. Desak, shahrayn mutatabi'in tutishmo senga emas. Buni tutolmaydigan bo'lsa, o'sha qul azat qilish, tamoq berish orqali kaffarat beramdi. Bunda ixtilof bor. فأجاز للعبد العتق إذا أذن له سيده أبو ثور وداود. أبو ثور لن داود إمام أوزاعي مبام شون كشده. Eğer xo'jayini ijozat berib qolsa, qul azat qilish bo'ldi. Xo'jayin quldan bir sana zahar qilgansa bir qul azat qilish kaffarat kepti. Mana qul azat qilish kaffaratini berib oldi, ijozat berib qulni bersa, bo'ladi debdi. Va badalga sayrul ulama, boshqa butun olimlar ya u o'zi quli, boshqa qulni azat qilmaydi demoqchi. وأما الإطعام أن تماغر الشكاسك فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده.
İmam Malik xo'jayinning ijozati bilan tamoq yesa bo'ladi. Xo'jayin ama bir sabah aşıqın bir kafaretki bir desa bo'ldi. ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي بولا جائز ما تقرب. كل هذا الكتاب نشوف الله قطعه. يقول باسواتون باسوا. مثلا sağlam, kavul, yaş bulursa işleyediğin ya nakes bulduğun ya mesela nakşi mesela çok ya bilimlik bunda kullanıp kalsa onun falan kullanıldı. Normalden de şu adet işini kılarırım bolsa azam bu. Ya ki kere keselce bunda kullanıp kalsa azam bu. Diyeceklerimizin. Lekin normal insan zablar için mesela navadı kullanmasa 60 miskinga tamoq berishini barobar qildi shunga. Ha. 60 miskin tamoq bo'lsa mesela şu tamoqning qiymatini Ya. Onu o'xshamaydi. Onun tuvan gap yo'q. Umallar istata degandan ondan tuvan narsa. Lekin normaldan da mesela bir 5 kilo altınman mısın? Normal. Mesela ben pulla da buldan şu öz vaqtda. Ya 10.000 dirhem mesela. Hazır mesela من pulla desek, söylerim ki 5 kilo desek $200.000. 1 milyon da aşırı, 1 milyon yeniden aşırı. Hem hazır kulunun gapları bizge düşkenmeyen iken tezrek ötep kessek olmaydı. ومبنى الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك؟ Ya taraftarının sebebine verip takıldı. Kul ilgilik hukuku bağ mı yok mu bunun? Bir nasıl ilgi bulu adamını bulamam. Muşun verip takıldı. Bazen de hocayına icazet edip kalsa kulun ilgi bulu adaydı. Mesela erken mavide ottağınsın olsun. Mavi preysen edip mükar. Kolluk tırpınıp bir tutumasını olursa işletti. Biri kolluk pul verip tutumanı heyzlerdi. Bu iyi oldu mu dedi. İyi oldu deydi. Andın yani bir kısım anını yap bu. İşletişki belgen bulan o yani hocayının mülkü khası kaç tatili mülküsü buldu deydi. Demek bu anda ilgili hukuk meselesi. Çünkü özü bir mal mülk hesabıda bu. Nağın bunun ilgili hukuku bulmaydı deydi galiba. Ve emme ihtilafum fi şurutul musahhiha. Hem de kanda şartlı tepilse andın müşkapparatını belgenin caiz buldu degen mesele kelsek. فمنها اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا؟ Mesela bu kul hazır zihar tüken. Zihar selamken sana mesela siyam geldi de başta siyamını çıkarımız var. Kulga. Siyam geldi, siyam şehrin mütetabi'in kılsa. Yani bu siyamına başladım. Başlaş ceryanında yana çatakşar. Aslında zihardan şartı tıkandattı. تحرير رقبة من قبل أن يتماسا من قبل أن يتماسا دegende mayğıra sudap tutsak tahrir raqaba qılanmasa nima o'ztush uni qılanmasa ma'ud demak fasiyam shahrayni mutatabi'ayni min qabl an yatamassa hazır davonki hazır bu siyam shahrayni qada qilmay turib tamas bo'ldi buni neymiz davonki shu kapparatni biritish jarayonida jima qildi davonki yangi boshlar noldan boshlanadi yana مثلا فقال مالك وأبو حنيفة يستأنف الصيام يوم başlaydı bu. Çünkü bu zaharın hükmü aş kapparan ada olsa andın hükmü götürülüpte. Bu adır nimin ada kılmaylam billi bulu oldu demek. İlla enne Ebu Hanifete şarita fi zâlikel amd. Ebu Hanife'nin de hükmaya severlikten bilmezlikten noktası meyil değmez. Lakin kasten bunu bilip durup ımkıysa bu şekilde yeni başlardan başlayalım. Mesela 30 gün roz bulab, ımkıganın ikenlerine dakıgan bolsa yana. Emmesi baka, yeni başlardan başlayalım. وَلَمْ يُفَرِّقْ مَالِكٌ بَيْنَ الْعَمْدِ فِي ذَلِكَ وَالنِّسْيَانِ İmam Malik, ya unutulup kalan bolsun, kasten bolsun, okşaş. Yani yesteknif siyam demek. Yani şu alimler, yeni başlardan başlaydı o diyende ispak açasın. Oturup kasten bilen, unutup kalan bilmeyenlerin ayrısı mı? Peki umumen yeni başlardan başlaydı dedi. وَقَالَ الشَّافِعِي İmam Ahmed'in bir rivayette İmam Şafii bilen billah la yestenifu ala hal ya kayerdi tutuyordu yanını başlamaydı o tuttu. Bu yanını başlayıp kalsaydı özünü 2 aylıktan da toluklap başka çözer kılamdı ya. Yok bu hazır 2 aylık bir öz tutuşunu başlandı. 2 aylığını tutup getirip toşkuzuşunun ilgiri temas oldu. Cima kaldı. Onun için bu 2 ay başlayan zaman çoluk gidip yani yanından başlamışsa demek. Yanından başlasa o 15 gün tutup olgan bolsun, mesela 40 gün tutup olgan bolsa mesela bir kavulda yeniden yani 60 gün kalkıdan üzüldüme roz tutuş gerek.
Hozir shu mana 60 kun yana qaytib bu bir jazo bo'ldi, nima? Yo'q, hozir shu kaffarat joyida ado bo'lmadi, bu bekor ketdi deymiz buni. Chunki bu jima qilishdan ilgari 60 kun tutishing kerak degan. Hozir 60 kunni tutmay turib jima qilib oldi. Jima qilganning o'ziga gunohkor bo'lgan yo'qmi? Gunohkor bo'lmasin. Iqror qilgan yerda jima qilishni bo'lmaydi deymiz-ku. To'g'ri emas, ham gunoh deb ekil bo'lmas. Lekin bu kaffaratni hozir buzayotgan bo'lgan bu. Kaffaratni qishda yo'q chiqib bakkadan chiqibdi-da buni. Yana yavaşlardan başladı, uzavarsiz. وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يستأنف على حال وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهر بكفارة اليمين. بذلك talashlarning sababi qasam kaffaratiga biz kafara zahirni qiyos qilish masalasi. Qiyos qilamdi, qilmamdi, o'xshamdi. والشرط الذي ورد في كفارة الظهر عندن كفارة الظهر بالشرط kelgan. من قبل يتماسد يعني أن تكون قبل المسيح jima qilishni ilgari ado qilishing kerak mana. Ya'ni kaffaratni to'lutib, undan jima qilsa. Lekin qasamda ba'zanda qasam qilgan bo'lsa, qasamni buzib turib kaffaratasi bo'ldi deymiz-ku. Ha. Undan keyin yana bir farq bor unda. Moyatda shart qilindi. Dastlab kaffaratni bir o'tsa, undan yaqin kelmaydi. Faman i'tabara hada shart qala yastanifu as-sawm. Demak, bu shart va ma'noda kaffaratul yaminda unda shart yo'q deb qolsa, yana başlardan başlaydı o dedi. Ama şebbehehu bi keffaratil yemini qala la yesta'nifu. Ya qiyas qilsa, o'xshashib tursa, bo'ldi davomlashtirmas bo'ldi, yana başlardan başlamış bo'ldi deb. Lianna al-kaffarata fil yemini tarfa'u al-hinta ba'da wuqu'ihi bi-ittifaq. Chunki bir ishni qilaman, cho'qim, yoki ma ishni qilmayman deb qasam qilgan taqdirda, shu gapida turmay, ma ishni qilmayman degan bo'lsa, qilsaldi. Qilaman deb qilmay qilgan bo'lsa, shu qasamni buzib o'tgandan keyin uni kaffarat bersa, shu kaffar joyid bo'lgan bo'ldi. Shuna shu qasamning kaffaratiga o'xshamaydi deb turganlar, u taga yerdan davomlashtirdi deb. Amaliyotda o'xshamaydi. Bu kaffarat zamonida unda shart yo'q. Yo'da min qabla yatamasal shart qo'ydi. Undan keyin qiyosun ma'al fariq deymiz. Shu yastanif diyorlarning shu jisal jallasib qoldi. Ha, mishadan da va yuqorida fi siyam shahrayn dedi-ku. Hozir bu yerda ro'za tutgan kunduzda jima qildi deb o'ylab qolmang, ha? Lekin Ramazonni buzatganlik emas. Yo'q. Ramazonning kunduzda ro'za tutadi, lekin shu 2 oy to'liq ro'za tutmagandan keyin yaqin keldigan bo'lsa, bu 2 oy ro'za tutib, 2 oyning ichidagi kechida ayollar bilan bo'lib qoldi. Ma'nosida. Ramazon daxilmi lekin? Ha, ro'za buzatmadi. ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فتحرير رقبة رقبة لم تكن يعني باش كفارات ملردا رقبة مؤمنة ده. لكن مشارع رقبة مؤمنة وده شرك مو ياكي كافر قلدم بينا أزد قلتك بلام دور ديان مثلا. فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء. إمام مالك شرط مؤمن بولش كرك بو أزد قلدان قول. Mümin kul azat kılmay, kafir kul azat kılsa bulmaydı. Ve kal Ebu Hanife, İmam Ahmed'in bir rivayette tevri mesela. Bu da yüczu fi zalika raqabatul kafir. Kafir kul azat kılsa mı adab olur. Nima uchun? Anında keltirgan agar mushnom tegishli qolgan bo'lsa, Alloh taolo mushalik mu'minlar deb keltirdi deb. Nima uchun endi Abu Hanifening mazhabi asosan hurriyat, erkinlik, insoniy irodani bunu bekiraya teşebbüs ediyor. Köpeğin bunu karışama, şu bir mezhepte ondan Müslümandır. Umum yürüyüşümüz. Köpeğin burada insanın iradesi, ağzın çıkan lezzetler, erkillik, hürriyet, man teşebbüs olur. İnsan perverlik insan karşı beklen kuşlar. Ha bu başkanın mı, uzun uyluğunu var. Lakin bu kol, vakıdanlarda Allah'a taraf çıkıyor. Kafir olsun bu erkillikte eriştiğin bu çok iş bu neyle? İnsan mı bu? Yüzü fi zalika raqabatul kafir. Yani raqabatul kafir diyendan maksat müşahede zimmi demek ya. Ahli kitap mesela. Zimmilikki ahdileşken. Şunda bir bo'lsa mayli demek ekan. Ve la yüzü andahum i'taqul vataniyyati vel murtadda. Vakanda zimmi emasken, endi butparast yoki murtad bo'lib ketgan bir badbaxt bo'lib qolsa, uni
azat qilsa kafaratga adam olmaydi demoqchi. Kumduslanmasın şekerli. Vataniga kechirdi. Dalilul fariqil awwali annahu i'taqun ala wajhil qurbati fawajaba an takuna muslimatan. Asluhu al-i'taqu fi kafaratil qatl. Bu bir xil ibodat tusini olgan azat qilish. İbadet kaparatmam da ibadetga chiqish ekan. Gunohdan tozlanadigan, unda shu ekan. Bu yerda Alloh taologa yaqinchilik qilish ko'zlangan bir shu ekan. Musulmon qulni azat qilish kerak. Shuningdan haqiqiy san Alloh taologa yaqinlasha olsa demakchi. Nima qasd bo'lsa, adam o'tirayotganda bir musulmon nimasini xato o'tirayotdi masalan. Yani bir kafarat verish kerakda. Shuningdimi raqaba mu'mina va tahrir raqabatil mu'mina deydi-ku. Shuningga o'xshashlam mu'min qulni azat qilish kerak degan. Shuning qiyosida. Va rabbama qalu inna hada laysa min babil qiyas. Endi bunun qiyasi qarta Abu Hanifa deb javob berdi. Bu oyatda raqabalam deb qo'ydi. Mu'mina bo'lsin, mu'mina bo'lmasin, umum hammaga yaraydigan so'z bu. Kafaratul qatlda uningda mu'min degan ras. Mu'min degan yerda mu'minni shart qilamiz. Mu'min degan yerda qasos bo'lardi. Bu oyat bunda tursa qiyas qilsangiz bo'lmaydi deb yandirib o'tgan ekan. Buni yo'q biz qiyas qilmadik. Bizning dalilimiz qiyas emas. Va innama huwa min babi haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Ayda raqaba mu'minada muqayyad keldi, niyada raqaba mutlaq keldi. Ma mutlaqni muqayyadga bo'ysundirib turib, ayda tushunmaymiz demakchi. وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الضغار. هذا دين يرشو. فيجب صرف المطلق إلى المقيد. رقبة لأن رقبة مؤمنة دينجا أبرمز. شنو وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف. وأن أصول القضاء إذا تغسطات شوى مثلا. والحنفية لا يجيزونه. يعني في مجال الكلام من ضربك طور دكت ميدان. Niçin? وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة. Çünkü bu iki vakalık birbirine okşamaydığı vakalık. Ama adam ötürüş vakalık gitti. Ma o zahar meselesi. Bu iki xil ahvalda mecbur biz onda bir xil hüküm kılıdı da bize iyip durup bunda ekleşimiz gerekmez. Ayet adam ötürgende bunu kafar mu'mine de şart kıldı. Kafar mu'mine diyen hazır bu iğir. Niçin? Mu'min kul kıymet oludu adette. Adetli hizmet qilish uchun adam xotirjam qilish uchun mu'min qul ishlatadi. Mu'min qulni atib olib islatib oladi. Ham azat qildiganlarni mu'min qulni azat qilgan ekan, u atva qimmat bo'ladi. Bu birimda. Endi adam tarafdan musulmon bu ayolgan Taologa qadarmi degandan ig'ri shu. Man qatala nafsan bighayri nafsin va fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'an. Endi xato o'simish qilib endi bir Allah yaratgan bir adamizdan ötürütüşü ibaret olanken o nahayete qiyin şart var. Raqaba mu'min. Ma onun qo'shmana yengilik bir şey olanken ya da Allah Taala kafir olsa raqabalan bo'lsa azat qilsam bo'ldi degan ekan, bu cho'qim ikkisini da olmasaqim bo'ldi. Bu mushaqimdan. Agar nishada raqaba mu'mini shart qilgan bo'lsa, Allah Taala ash oyatda raqabatu mu'mina degandek nishada raqaba mu'mina deb qo'ydi uni. To'g'rimi? رقبة ده تخطب وغلقه وجبان وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم. يعني أبو حنيفة من دليل آيات من عموم لقنا كرنا تغلق ده ظاهرية. رقبة بيان زاد أشياء. بالكلام بوسا بالإنسان لام بوسا أزد قسم بلد يلقون بدروا مسلم بوسن كافر بوسن. ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد. Abu Hanife bu niyade raqaba dese niyade raqaba mu'minası zikirmeydin. Ma eğir işte raqaba mu'minne de eğir şart kıldı. Ma yengiler işte bu tam da raqaba olsa bir raqaba dedi. Hemmesi biz cahil düşünümüz bunu yaptık. Fevacebe endehu en yuhmele kullun ala lafdihi. Demek her orunda biz kanda lafız işletken bolsa şu boyunca düşünmez. Bir-birge onda igip boysunmaymaz demek. Tercih bu demez hocam. Abu Hanife'nin delilini bayan kıldı. Peki em tercihini Silqisil bo'ldi. Selishtirib bakıp dalilni biz qishgan. Men shaxsan Abu Hanifa'ning shu qishligim. Shunda tarjih qilamiz. Wa min ikhtilafuhum hal min shart ar-raqaba an takuna salimatan min al-uyub am la? Endi qul azat qilish dedi. Bu qullarni oqsoqchilar, ama karishire bunda bo'lsin bularımda yoki sog'lomroq shunda tetik shabdas qildim bizni qilish kerakmi?
erkek kişi deb masalan farqli ayıradigan narsa bo'lishi mumkin. Am in kana salima min ayyil uyubi tushtarat salamatuha. Ya saqosa saq degandan kim uning so'ng yengil aytlim bo'lganda. Qanday aytlardan xoli bo'lish kerak? Xuddi qurbonlik qilgan qo'y qanday bo'lish kerak-da? Eğer aytlardan xoli saq bo'lish kerak-da. Shuni o'xshatlangan. Yani bu hozir nima ishlatishlar? Yani aytdan salomat bo'lishi ya ayt ko'rishni ishlatishlar. Bahasıga, bunun bahası çeşitli. Azam kımmet olarak izlanırlar. Hellezi aleyhil cumhur, yani cumhur müşahede tut mezhep mubba, yani cık ulamalı var. Enne lil'uyubi te'siren fi men'i iczal etk. Eğer eğit kulüp kalsa, yani tessilata tescimi de, eğit kulüp kalsa da tesir gösterdi o. Kapparat belki cahil bulmayı kılışın mümkün, deydu deydu. Eğer eğri olsa, yani yengil olsa belki onu mevdi yetişim mümkün. Ama umumen de bu eğip tutulaş tesir gösterdi de karaptı. وَذَهَبَ قَوْمٌdan maksat zahiriye. İlâ اَنَّهُ لَيْسَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي ذَلِكِ. Ya onun tesiri olur. Rakaba mı? Rakaba. Kul yok olsun, kuluk yok olsun, şıkımak olsun, bula olur. Rakaba şu. Bakın turu. وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ تَشْبِيهًا بِالْأَضَاحِ وَالْهَدَايَا لِكَوْنِ الْقُرْبَةِ تَجْمَعُهَا. Demek işkilisi bir ibadet bu. İbadet olan iken kurbanlık koy diye şart kılınan eyipten sak bulaş şartını müşahedemi göz tutulmaya depti. Ve hüccetul fariqi thani itlaqul lafz fil ayet. Zahiriyle rakaba dilma rakaba buldu. Rakaba mı şu? İnsan mı insan buldu. Fesebebul khilaf muaratud zahir li qiyas şebeh. Ve yada cumhur adahiga qiyas kıldı. Zahiriyle qiyas şebeh diyendek dinasını kıldı. وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ لِلْعُيُوبِ تَأْثِيرًا zahirine la taşaqqat kitayle cumhurun karşılığı şirket tutardı. Eyip bulaqqa ta'sir ko'rsatdi deganlar nutda kafarat joyida adavlashqa tusalg'i bo'ladi deb qarag'anlar ixtilofu fi aybin mimma yu'tabaru fil izzai aw adami. Qanday ayb ta'sir ko'rsatdi, qanday ta'sir ko'rsatmaydi deb har bir aybda talash qildi. Ta'sir ko'rsatilgan ayb bilan ta'sir ko'rsatilgan aybni ayirishda, bekitishda ixtilof bo'lib qoldi. Ammal ama va qat'ul yadayn, masalan, amaliq yoki ikki qo'li cho'loq yoki ikki puti oqsoq deydi. Fala xilafa indahum fi annahu mani'un lil izza. Bunda ahvolda bu jumhur bunday ekan, bu kafarat ado bo'lmaydi. Ikki puti yo'q, yoki ikki qo'li yo'q, ya ama bir qulni azat qilib qo'ysa bu azam bir şey mümkündü. İşlemeyen ki, hizmet kılanmayan ki, bu adamın maydoğru. Bu kurbanlık koyduğum da aslında belki biçare bir koyuna nımkaysa belki yarım pulga ya üçten bir pulga setlağını buldu. Ve ihtilafu fîmâ dûnnedel. Onun tüven eyiplarda ihtilaflaşıp kaldı. Femminha hel yecuz qat'ul yedil vahide. Bir kula çolak olgan kuluna azıktıysa ada ulamdı kafarat. Ecazahu Ebu Hanife ve men'ahu Malikun ve Şafii. Bunun mu şunda talaştır. Ve emmel a'varu, a'var yani bir köz işlerden bir köz görmeydiğen. Fekale Malikun la yüzzi. Adım abi bir kolu yok dediğin. Meğerim abi bir köz görmeydiğen bir yeni şütlerdir. Fekale Malikun la yüzzi. Yok bu adı tapmaydı dedi. Ve kale Abdülmelik yüzzi. Abdülmelik kimde? İmam Malik'in şagirdde. Bu yadulab ketiş gerek esas İmam Malik'in şagirdde 100 katım çıkandı bu Abdülmelik. İbnül Macişun da çıkandı o. Şuğu değil mi Abdülmelik İbnül Macişun? Ve emma qat'ul udunayni faqala Malikun la yüzzi. Yani iki kulukka kesip eken bozsuyor. Ada tapmaydı o deptu İmam Malik. Faqala ashab-ı Şafii yüzzi. Ve emma'l asam bu pang. Fa'htulfa fihi fi mezhebi Malik. İmam Malik'in mezhebinde talaş tartışıyor alınlar. Faqila yüzzi ve qila la yüzzi. Ve emma'l akhrasu fala yüzzi inde Malik. Akhras diyen bir kaça. Lekin anda tug'ilma gachi olsa, ya'ni tug'ilma gachi bo'ladi. Almagan ekan o'qimaydi. Lekin biror vaqa sababdan keyinchini bo'laqan bo'lsa, bu ikki ayrim bo'lishi mumkin. Va ani Shafi'i fi zalika qawlan. İmam Shafi'dan bu vaqtda ikki xil qarash kelgan. Bu endi tez bunda tafsilotlar. Va ammal majnun fala yuzzi. Va ammal khasiyyu, khasiyni sizlar uqtamayotganda, faqala ibn al-Qasim la yu'jibunu al-khasiy. Bu tazi bulmasmiken deptan. La yojbuni degan hamda kasken bunda odat topmaydi deyotmay, men taza buni o'qib ketmayman demoqchi. Va qala g'ayru la yujzi. Va qala Shafi'i yujzi.
وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار. Kichik bir sebebi bor ekan, qul. Mushuni azat qilsa bo'lamdi. Yoki cho'ng odamni azat qilish kerakmi? Deganda ko'pchilik olimlar bo'ldi ekan. Va hukiya an ba'd al-mutaqaddimina man'uhu. Ilgari o'tgan olimlardan yo'q bo'lmaydi deganlar ekan. Cho'nglar azatlikka erishgach tursin, kichiklardan keyin ulug'ni navbat kelib qolar degan bo'lishi mumkin. Wal arajul khafifu fil madhhab yujzi. Al-madhhab qaysi mazhabmi shu? Maliki mazhab. Ve azraq asaydigan bo'lsa hech vaqasi yo'q. Va ammal bayyinul araju fala iniq toka bo'lsa bo'lmaydi. Va sababu fi ixtilafihim ixtilafuhum fi qadr an-naqs al-mu'aththir fil qurba. Ya talashdan sababi qanchalik kashili bo'lsa ya ayib bo'lib qolsa mush ibodatni qilish, Alloh taolo yaqinchilik qilishga ta'sir ko'rsatib qoladi deb shu miqdorni bekitishdi hozirga. وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا. başqa narsa kasb qilsa shariatda faqat qurbonlik qilam, kasb qiladigan boshqa ishga kasb qilolmaydigan bir gapdir. Chunki qurbonlikda degan to'q Rasulullohning hadislari borda al-bayyin arajuha masalan allati la tunqi degandek uruq uni bilan birga yetishmaydigan, ko'z ko'rmaydigan, furashnimiz yo'q, shunda nimani yarmaydi deganda. وكذلك لا يجزي في المذهب ما فيه الشركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله تعالى فتحرير رقبة. يعني مالكي مذهبته الله تعالى قرآن فتح الرقبة يعني كم بالرقبة ده بالإنسان ده نما ده كم شركçilik var bir kulu yaptası bulmayken. Mesela bir kulun şikeler setuağın bolsa yerim puldan çıkarıp onu ben azalt desem bu yerim bulmaydı. Rakaba kamil artık yani maksat. Yani tarafa hürriye diyen kitabe ve tedbir. Kitabını biz de tuttuk, tedbirini de tuttuk. Kitabı diyen hocayını bilen toxtanmış yap. Mançil içine mançilek pul ekepirme, azaltıkımı erişime de bitişkelle. Fekatibum in alimtum fihim hayra. Tedbir diyen mendin ki qasan sen azar değilgen kul. Daha ki bulan tarafa hürriye azraq bir hürriye ki ilnaşqa adamlar. Diyor bulmaydı demekçi. Ve tahrir ve ittida'il i'taq. Azat qilish degan bu yenidan azat bo'lash boshlanish masalasi ma'lum. Avla bir qadam olib bo'lganlar. Va hamma bukini azat erishmoqchilar. Va idza kana fihi aqdun min uqud al-hurriyyati kal-kitabati kana tanjizan la i'taqan. Nolgan shu mukatablik to'xtam qilishgan biroq qilib qolsa, bu nima bo'ldi ekan? Buni azat qilishdan bo'ldi ekan? Bulmaydı. Bu nimede ibaretde? Keyin azat olgan, manşildinki azat olgan kulunu hazır geçside hazırlam azat kılıçtı ibaret. Yani yeni başlarda azat kılışamaz bu. Kuddam da kim tölüsem bulduğun bir kaydını geçside hazır tölü etkendek bir iş. Ve kederki şerike. Lianne ba'dur rakabati leyse bir rakaba. Yani şirikçilik olup kalsımı umut bulmaydı. Yani işkelen şirik bir kulunu ben teferruat zarıga azat kılıçtım umut. Çünkü bu bütün kulamaz, yerim kul. وقال أبو حنيفة إمام أحمد بن بالله إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجوز. يعني مكاتب أجنة تختمشكم بوسا ما نشيل ما نشوف لك برمانة. عندن برا قسمنا تلقين بوسا. يجمعون كأي برمانة أنهم كأي يجمعون كأي تلقون بوسا. وشال بوم ما يدوان. شيء بو تلق كل مسكو. هذا يرم كل ده. وإن كان لم يؤدي جازا. لكن هيك خندق يجمعون كأي بر فونو تلقين بوسا ما يلا وشال تلق كل ده. واختلفوا هل يزيه عتق مدبره منا o'zi bir qulini mendan keyin qolsang sen hur debdi degan ekan zahar qilibdi zahar qilganda shu mudabbar qulini mush kafarat zaharga kafarat bas bilan duozat qilar degan masala talashda chiqibdi faqal malikum la yuzihi tashbihan bil kitaba yana aqdun laysa lahu halluhu degan u uni buzutanmaydigan yeshitanmaydigan bir kelishimdir bika qilinmaydigan kelishim undan ekan uni azat qilsa bo'lmaydi faqala shafi'i yuzihi İmam Şafii bulardı. Ve la yüzî inde Malik'in i'tâqu ummu veledihi. İmam Malik'in hazırda ummu veledine azat kısım bulmaydı. Ummu veled diyen kimde? Hocayın. Özden şöhresinden perzent köygen bolsa şu şöhre buldu. Ummu veled oldu. Demek bu balısı azat olan ki hocayının da düz olan ki bu azatlıkta ilmeşken buldu. Bunu satanmaydı. Bak hocayın ölse azat olabilmesi mümkün. Şimdi ara. Velal mu'taqi ila ajalin musamma. Mu'taq ila ajalin musamma degan falani chaq kelsa sen hur deb hurlikini bir vaqtga chetib qo'ygan bir odam.
Mesela oğlum salamet qaytib kelib olsa, shu chaqda sen azod deyirsiz masalan. Yoki 5 yildan keyin sen azod degan bo'lsan, yo hayitdan keyin azod degan bo'lsa, bu odamning o'sha kafarazodi azod qilish bo'lmaydi demakchi. Bu hammani yani hurlikka qadam isib qo'yadi. Hammani vaqt masalasi qoldi. Amma atqumul valad falyanna aqdaha akadu min aqdil kitaba. Ummulardan nishqa azod qilish bo'lmaydi kafaratu zaharda esa, chunki bu mukatabdan kuchli qilmoqsi. Ya bu hamda rasmiy hurlikka qadam isib qo'ygan oyat. Mudabbardan kuchli bidalil annahuma qad yatra'u alayhimal fasl. Çünkü kitabı bilan tedbir meselesinde bir kaçın çıkıp o to'xtam bekor olib yeni bo'lishi mumkin dedi. Bu gapning nima bo'lgani yoki bu gap to'xtam buzib ketgan ahvol bor. Mesela onun tüleyenmeye qarşı belki to'xtam buzib ketishi mumkin kitabida, şu. Amma fil kitabati hamda bunu qanday buzib ketsa, mesela mukatab faminal azza inda ada nujum. Nujum degan shu al-aqsat deymiz hozir zaman tilida. Qararlik to'laydigan pullar. Aqsatmi? Al-aqsat deymiz. Nujum degani shu, har navbatda pash to'laydigan pul. Masalan, 10 yilda har yili 10 ming ko'ydan 100 ming ko'y to'laysan degan bo'lsa, shu yilda uni to'layolmay qolsa, uning xo'jayin deydi, "Men senda 100 ming ko'yni olsam, foydalanaman deb to'xtamlashga hozir olamadim, degan sendan foydalanaman bo'ldi, to'xtamni bekor qilibman." deyishi mumkin. Va amma fi tadbir fa idza daqa anhu thuluth. Unda mudabbar mendan keyin qolsan sen azod degan masalada bu xuddi vasiyatga o'xshab qoldi-ku. U undan keyin qolsa, bu qul miras dairasiga kirib ketdi. Lekin 3dan 1 doirada bu vasiyat huquqi ishlatishimiz bo'lgan ekan, 3dan 1 mulki ishida bo'lsa bu qul tadbir esa. Lekin bizdan qulva ekan boshqa mol mulki bo'lmasa, bu mirasxo'rlar oldigan haqliq qiladi. Demak, o'sha tadbirni bekorlik qilish ehtimoli bor. Ammo umumiyat masalasida u bekorlik qilgan ahvol yo'q. وأما العتق إلى أجل فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حله. Hamda falan çağda ya bunda boğan çağda mança edin kim diyen bolsa bu kelişim hamda çağır yokum. Şu vaqt özsülan şu küllerin o'tishiga bog'liq. Şu gün özsülan bu otomatik azatullah qilg'ash olan ki bu muxshlo. Umumiyat bilan al-mu'taq ila ajal musamma bu kuchliq qilish. Başladım bilip ketken ya kulağının umumiyat azatullah kitabıdır ya. O adam bilip ketkendan keyin uni xo'jayin olmaydi da. Keyin uni kenchi boshqa bor. Senin xo'jayini balasi. Asharning balasi xo'jayini qo. Demak bu anasini qul qilmaydi. Avvama atbil ajrin degan umumiyat ilmamo. Bul mu'taq ila ajalmi? Yo'q. Bu mesela sen 5 yildan keyin sen azod ya o'g'lim salomat qaytib kelsa, sen azod ya men o'g'limga xudnapasdan kelinchisi margisin azod qilishma deganda unda vaqt belgilab qo'yib azod qilish. Ma'lum bir muddatdan keyin sen azod deb belgilgan bo'lsa, bu azod qadam qo'yib bo'ldi. La sabila ila halligan kun. Bu yenilish yo'q. Oshikda yenilar bo'ldi ma'lum imom. Ve kitaba mukatab bilan mudabbarda ma'lum bir kashil chiqib, yenib qilish ehtimoli bor. Mukatabda u her yılda to'laydigan pulni to'lanmay qolsa invasin oldu. Lekin mudabbarda 3dan 1 miras doirasidan olib ketib qolsa, bekorlik ketib qolib, mirasxo'rlar miras qilib iletishi mumkin. Bu tadbir ayol qoldan bo'lsa. Ammo umumiyat bilan falan necha yildan keyin qisqan chaqda azobdan vaqtga qarashli azob qilib qolsa, bu kuchlik yani bu birlikki zodi bunda to'xtamay mangdiganlar bilan. Ma'lum bir vaqtdan keyin çokum azatılık kıldı. Şundan ki bunu kıysan kafaratlarda kafarat basan bulmaydı. Çünkü bu hürlükte yamaşkalla fakat hürlükten de tulanmak ihtimal var mı? Mana kıysan buldu demek. Çünkü rakabat de kulnaz yapılsın. Yeri misal erkinlik ilnaşkanı kılmaysa. Yani ilnaşkalla hürlükte nukikalla ula hürlükte meniyasın fakat hürlükte ümidi yokrak mı kıyal demek. Demek İslam hazır hürriyet perverlik olur. Yani mümkün olsa şu kullukta kat kaldıralım şunu kısık etsin der. Ümit yok mu? Hürriyetke çıkarmak için. Namazının tabiatki bir bağladığını kaldırıp çıkarttığı kağıt sayıda bir nazır olup ikkiyizen dinsizlep vallahi bana bekçe hocam gitti demiş İslam dininde kulluk düzümünü teşvik kıldığım dinde mi bakar derece toplamında bir şey yakıtlarken basla diyenge aşınına mesela Dis bulda şeriatda her bir günah mesela ya kafaret meselesi en aldığından kulun azat kılışından başlar. Bu kulluk için teşvik kılmasın belki kulluk için yoktur. Ne teşvik kılmasın da başında dis bulda. Ya ulan da. Bunu da İslam'ın kılganı da
o'qidim zodi yoki anda bir tushuncha bersa normalda qilish o'tmay normalda haqiqatni biladigan qabul qildi. Lekin o'zi xristian yo sharqshunoslar bunda bo'lgan bo'lsa, uni har qanchanda bir xristian yo'q ekan shu. Har qanchanda nima qilsam baka u chunki uning ishi shu tirqib hujum qilish uchun to'g'ri odam. واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب. بلا اختلاف çıkıp. Tuqqançılık münasebeti bulaş sebebiyle şu adamın hesabıga azatılık kıldıgan. Mesela birisi bir kulunu setip algan ki bu setip algan kul hazır aş hocayınınki anı sıkıp kaldı. Yoki dadi chiqib qoldi. Uqmaydan onun 5 yil ayrılib ketgankin cho'glab bozordan setib olsa, o'zining dadisi yonisini setib olibdi bu. Lekin avtomatik bu azotlik qildi. Yo'taq alay degan, demak ashuning hozir hajgan puli hozir bekor ketdi. U azot bo'ldi. Lekin ota-onasining o'ritiga erishgan bo'ldi. Nima? Mushibarni anda tushunamiz endi. Yo'taq alay bin nasab degan, ash yaqin tuqqanlarni, birinchi darajalik yaqin tuqqanlarni ulamolar ayiradi. Manda tuqqanni setib olsa azotlik qildi, bundaga azot bo'lmaydi deydi. Birinchi darajalik anda tuqqanni setib olgan bo'lsa, bilib setib olsin, bilmay setib olsin. Ba'zan o'zining dazis qulvasi bir plan shuni nesh pulg'asi ilk plan setib olgan gapqa, dadam azotga erishtiray degan niyat qildi. Shunga o'xshash endi setib olganlar azotlik ketish masalasida اختلاف قلده. فقال مالك والشافعي إمام أحمد من بالله لا يجزئ عنه. مثلا دردسه قل كان. Bu amlik zahar qildi. Kaparda zaharni bermoqchi bo'lgan chaqda yugurib beriblam dadasini setib. Xuddi dadamni azat qilyapman. Birinchi dadam azat qilishida, ikkinchidan kaparda zahardan qutulma, ikki paxtakni dishamni so'qay deb, ana setib olgan bo'lsa, kaparga hisob bo'lmaydi deb. وقال أبو حنيفة إذا نوى به عتقه من ظهر أجزاء. Bu ko'ngildan bu zaharning itqiga mushin qilay deb qolsa hisob deb Abu Hanifa. Abu Hanifa tashabbahu bir-raqaba allati la yajibu atquha. İmam Abu Hanifa da azat qilinishi vojib bo'lmagan bir qul o'xshatdi. Odatda boshqa yat qullar. Buni elsan azat qilsin vojib emas. Shunga o'xshash, dadamni azat qilasan, ada buludo debdi. Bo'lmaydi degandan ko'z qarshida aslida keyin opsini esa bu opsiya shu o'zi xo'jayin yurib olgandan opsiya asli yurib bo'lish kerak-ku masalan. Yo'q. Bo'lmasdan bolasini qilgan, ota-onasini qilgan. Lekin bir xo'jayin bolasini azat qilib chiqqan. U bayolab, undan zahar qilib, ota-onasini zaharga azat qilay demoqchi. Bunda bir ahvol. Bu niyat masalasi avvalgi vasflardan oldingi niyat amaliyotda shariat ahkomlari amalga qartilgansa niyatlar to'g'ri og'in chizib turamizmi? Shariat amallari niyatga bog'liq. Innamal a'mal binniyat. Masalan bir kishniki biz shariat amalda zohirga qarab hukm qilamiz, masalan. Manda da niyat desa o niyatni o'zgartirish mumkin, g'oyib qilish mumkin, niyatni bilmaymiz-da. Yo'q, shu shariatda niyatga bog'ligan o'rinlar bor. Niyatga qaraymiz degan. Abu Hanifa o'sha niyatga qaraymiz demoqchi. وذلك أن كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها على وجه الأكل. Çünkü deydimde mesela şu tuqqunu bo'lsin, tuqqunu bo'lmasin, buni setilib azat qilishi vojib emas degan gapini deydi. Bunda olingan, bu ishni setilib men kafaratga azat qilaman deb niyat qilgan bo'lsa, mayli bo'ldi. Abu Hanifa boshning dadasini, ota-onasini azat qilib o'tishmasdan. Abu Hanifa emas. والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه. Yani Maliki Şafii'ler depti, aşında yakın tuqqan boğallık üçün setivaslam azatulab kızga, otomatik azatulab kızga munda işlerden setivasa, kulunu setivasa, o niyet kıyısın kılmışsın otomatik azatulab kızdı bu deydi. Yani azat kılay da maksat kılmışsın o, setivagan hemen azatulab kızdı. Bunda olanıken onu azat kılıp kaparat verme dep nukista bekar. فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق. أبو حنيفة ده ستولاي ديان مقصدنا أزد قلاي ديان ورنادو قويده. وهؤلاء قالوا لا بد أن يكون قاصدا للعتق نفسه. وستولاي ده مقام بولشير قراويمز أزد قلاي ديان عندن يتقرايمز مچ. demek bu setvagan çağda o azad qilish niyeti olmasa adat etmaydi. فكلاهما يسمى معتقا باختياره.
Ondan keyin her ikkisi öz ixtiyorligi bilan ozod qiluvchi deb atiladi dedi. Yani setilishni maqsad qilishmi? Öz ixtiyorida ozod qilayotganlik, ozod qilibdi deb setivasimi? Uni öz ixtiyorida ozod qilayotganlik deydi. Lekin mana Shofiyning deganida ozod qilay deb bunda niyat bo'lish kerakda. Hali dunyoda biz uning niyati qaramaymiz, setilishi bilan ozod qilib ketgan bo'lgan ekan, uning alayda bir ozod qilay deb bunda qilgan ish emas bu. Endi bo'lib ketib qolgan ish bu deydi. Walakin ahaduhuma mu'taqun bil ixtiyor al-awwal. Lekin o'sha ikki turdigan her ikkisi o'zining ixtiyori bilan qilgan, setivag'uchi umi o'z ixtiyori bilan setib oldi. Keyin men setib olsam ham ozod bo'lib ketadi deganini bilib turib setib oldi. Shunami? Ondan yo'q o'sha zaharga ozod qiluvdi-ya deb setib olganmi, u o'z ixtiyori bilan setib olgan bo'ldi. Ham o'z ixtiyori bilan ozod qilgan bo'ldi. Walakin ahaduhuma mu'taqun bil ixtiyor al-awwal. Lekin birinchisi setib olay degan niyat bilan ozod qilayotgan bo'ldi. İkincisi azat qiladi degan niyatida azat qilayotgan. İkisining farqi shu deydi. Bular mu'taqun bilazim ixtiyor. Demak, ixtiyor qilgan bo'lsa, buningga oxirdan chaplashib qiladigan ishni avtomatik azat bo'lib ketishdi. Lekin setilishni ixtiyor qilganga shunda lozim bo'lib qiladigan azat bo'lib ketish bilan azat qilgan bo'ldi. Bunlar bu hanifining qarshini olsak, ota-onasi qilmagan bo'lsa, azat qilish kerak bo'lmadimi? فكأنه معتق على القصد الثاني. Demek ma Şafii'landa sen ikinci maksatda yani azat qilay degan maqsadda nima qilsang, andın azat bo'ladi bu. Kafarat bo'ladi. Va mushtarin alal qasd al-awwal. Lekin birinchi nima sen setib olay deb setib olgandan keyin sen azat qilay demasan, u avtomatik azat bo'lib ketib qolsa, sen setilish maqsad qilgan bo'lding. Azat qilish emas. Val akharu bil aks. İkincisi bu azat qilish maqsad qildi, setilishni emas. Vaqtlafa Malik va Shafi'i fi man a'taqa nisfay abdayn. Endi İmam Malik va Shafi'i o'zaro ixtiloflashib qoldi deydi. Boshqalardan shirk olgan quldan ikkisi bor ekan. Agar ma'nodagi 50% sen azat qildim, anodagi 50% sen azat qildim, ikkisini bizda tushsam, 100% bir qululdi. Bir qul azat qilgan hisob bo'lma deb qolsa, qanday bo'ldi? Faqat lekin la yujuz bo'lmaydi. Chunki raqobat edi. Bu raqobat emas. Faqat Shafi'i yejuzu li'annahu fi ma'na al-wahid. Yo'q shu qulning hisobida 50% ishkini qo'shsa 100% bo'ldi. Shunlar qulning hukmida debdi. Va malikun tamassaka bi zahiri dalalatil lafz. Ash oyatga raqobat degan lafzning zohiriga isildi. Fa hada maxtalafu fihi min shurut ar-raqabatil mu'taqa. Demak, bu shu yuqorida o'tgan pachampir naslning hammasi azat qilingan qulning shartlariga munosabat ahkamlar. Va amma shurutul it'am, endi tamoq berish masalasiga kelsak, buning shartlari qaysi? Fa inna muxtalafu min zalika fil qadr alladhi yujzu li miskinin min as-60 miskina alladhina waqa alayhim an-nas. Qur'on Karim oyatida 60 miskin deb aniq dedigo, shu 60 miskinning har bir miskinga bir-birlab qanchalik narsa bersa tamoq bergan bo'ladi deb shu miqdorda ixtiloflashib qoldi dedi. Bir sağramdık, yarım sağmı, fütüller manapıramdık, çarekmi degandek. Fa'an Malik'in fi dalika rivayeten. İmam Malik'ten şıkıl rivayet kep kaldı. Meşhurrak. İmam Malik'in mezhebida adette meşhurul mezheb ya rivayet meşhura ki onun mukabil gayril meşhurul. İmam Ahmed'den mezhebida şunda rivayet meşhura var ya ki zahir rivayet var. Onun başka gayr meşhur mukabil zahir var. Ebu Hanife'den mi zahir rivayet, gayr zahir rivayet var. İmam Şafii'den akval var. في قول يعني من ذا أشهر الروايتين عن الإمام مالك أن ذلك مد بمد هشام لكل واحد 60 kişinin her biriga Hisham degan ashvalininki bekitgan muddi bilan bir mud ashliq berish kerak. Tam degan ashliq berish, qamoq qasim bo'ldi albatta. Bu Hisham ibn Ismoil al-Makhzumi. Hisham ibn Ismoil al-Makhzumi bu Abdülmelik ibn Marwan, Xalifa Abdülmelik ibn Marwanning Madinaga tayinlangan valisi ekan. Bu shu chaqda shunda kamchanning bizni yo'l qo'yib bekitgan. Buning kamchini muddi Rasulullohning vaqtidagi muddidan azroq farq qilgan. So'ngroq kengroq nima qilyapti? Charakni o'xshamaydi-ku? Qashqarda 10 kilo, Kuchada 12, Xotanda 8 kilo degandek. Bu Madinada bu bekitgan kamchan sal jiqra. Masalan, mud masalan 550 gram bo'lsa, mabi 650 gramdek narsa. Bu daptan İmam Malik'ten kelgan rivayette her bir kişiye
aşı Hişam bekitken ölçemdeki aşı mud bilen bir mud tamak ko'rsa aşlaqın. Bir mud buğday, bir mud xo'ma deganda. Ve zalika muddani bi muddin nabiy sallallahu alayhi vasallam. Demek bu Resulullah'ın zamanındaki aşı mud ölçümü küçük eskildi. Mesela 500 gram desek Resulullah'ın muddini bu 1 kilo ekan. وقد قيل هو أقل بعض يقولون ده أصل بقته بعض onun jiqraqda va muddun va sulus deb baqto. Yani Resulullah'ın muddura ölçüp qalsa muddu va sulus kep qaldı demek ya. Bir qancha maqatda qilgan qo'saq to'g'rida tamoq aslida mud deganda mushu oshni ikki olqinimizda bir uçumulsak, bunda uçumulsak qiladigan narsa bir mud. Bundan 4 bo'lsa bir sa'o. Arbatamda degan hozir kilolab gramlasak shu 500 gram 510 gramda gunoh chiqadi. Lekin nima Rasulullohning muddi bilan demay, Hishamning muddi bilan debdi. Yani bu nisf sağa yaqin bo'ldi hozir. Nisf sağa yaqin bo'lib qoldi Rasulullohning zamonidagi. Va amma rivoyat thaniyatu fa muddun likulli miskinin bi muddin nabiy sallallahu alayhi vasallam. İkinci rivoyatda Rasulullohning zamonidagi muddi bilan bir muddin bir mazar birga. Va bihi qala Shafi'i İmam Şafii, İmam Ahmed mübahdı. İmam Ahmed lekin buğday bilan boshqa xoma, qonaqni ayirib bakkan ahvol. Lekin bular da şu bir mudverimiz debdi. Tavajir rivayatul ula i'tibar shabai galiban. Mashhur rivoyatda Hishamning muddi bilan dedigo bu cho'ngroq kamcham bo'lgan ekan, ko'pincha ahvolda qo'saq to'ydi deb jiqroq birishni debdi. Anul g'ada val asha. Xuddamda aytganlikka ikki vaqtda ekan bo'ldi. Nisf sa'olab qolsa 1 kilo olib qalsa ikki vaqt tamoqdan o'rni bo'ldi ekan. Va vajh hadi rivoya ikkinchi rivoyatning mazmuni nima? I'tibor hadil kaffara bi kaffaratil yamin. Qasam kaffarati bir mud degan to'g'ri bular. Shunga qiyos qilish bor. I'tibor degan mishada qiyos. Qiyosning bir ismi i'tibor. Shu Qur'on Karimda fa'tabiru ya ulil absar. Nima shu qiyos qilinmagan ibrat olishgan. Fa hada wa ikhtilafun fi shurut as-sihhati fil wajibat fi hadhihi al-kaffara. Mana mushu yuqorida o'tganlar mush tamoq qilishdan iborat mush kaffaratda qanday o'lchamli shart qilindi degan munosabatli gaplar. Va ixtilafun fi mawadi'i ta'addudiha va mawadi'i ittihadiha. Ana mush kaffarat qanday chog'da bir kaffarat bas bo'ldi, qanday chog'da nechini berish kerak? Zahardan nechini qilgan bo'lsa, yoki to'rt xotni biroqlam zahar qilgan bo'lsa, masalan, bir kaffarat turibdi, nechini qilgan bo'lishini muqlamda demoqchi. Qachanda bu bir kaffarat oldu, qachanda bir nech kaffarat oldu. Faminha idza zahara bi kalimatin wahidatin min nisbatin akthara min wahida. Mana bir ayoldan jiqroq ayolni bir lafz bilan zahar qildi. Antunna alayya ka zahri ummi deydi. To'tqin bo'lgan bo'lsa to'tliskanda deydi. Hal yujzu fi zalika kaffara wahida, bu chaqda bir kaffarat bo'lamdi yoki to'tni berish kerakmi? Hem yakun adadul kaffarat ala adadin nisfa. Xotin nech bo'lsa, shuning soni bo'yicha biramdi. فعند مالك أنه يجزئ في ذلك كفارة واحدة، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن إن اثنتين فاثنتين وإن ثلاثا فالثلاثة. İmam Malik bir kafaratla buldu. İtidur etti. Ma başkala aş ayal net çoğan bolsa her bir ayalga birden ayrım kafaret etidur etti. Şos öş tötöstü. Ve in aktara fa aktar, yani tötöstü onun başka çıkılmaydı. Femen şebbehu bit talaq awjaba fi kulli wahidatin kaffara. Talaq qiyas qilgan Allah her biriga birdan kafaret etidur dedi. Ve men şebbehu bil ila'i awjaba fihi kaffaratan wahida. İlaga qiyas qilgan Allah töt ayını birdan ila qilgan bo'lsa, bir kafaret buldu deb qarasa, o çağda bir kafaret yeterli. Ve huwa bil ila'i ashbah. Man degap ilahi yaqraq nimadan iborat tarjih maqiyas jalliqroq demakchi. Wa minha idza zahara min imra'atihi fi majalis shatta hal alayhi kaffaratun wahida. Bir aylı varken lekin shu ayılni ma sorundimi bir qatim zahar qildi. Sorundimi bir qatim zahar qildi. Ne sorunda ne qatim zahar qildi. Xuddalik talaqni ne sorun talaq qilgandek bir talaq hisoblanadi yoki Nestala kısalımlık diyende okşar iken mi? Avala adedil mavada. Diyorum müşahede bir zahardan yok ya ki şu zahar kılan ürünü sanap, şu ürünü kılan bolsa üç zahar. Töt olsa demdo. Elleti zahara fiha
zahar qilgan o'rinda şunun qarab necha bo'lsa shu zaharni shunda sanamdi. Faqala malikun laysa alayhi illa kafaratun wahida illa an yudahira thumma yukaffira thumma yudahira fa alayhi kafaratun thaniya. İmam Malik bir kaffaradan qildi. 4 o'rinda zahar qilgan bo'lsa bir kaffara qildi. Lekin bir zahar qilib kaffaratni ado qilib o'tgan bo'lsa, keyin yana zahar qilsa, o'sha yangi boshlardan boshlaydigan bo'lg'achqa ayrim kaffara qildi dedi. Wa bi qala al-Awza'i wa Ahmad wa Ishaq wa qala Abu Hanifa wa Shafi'i li kulli dhaharin kaffaratun. Har bir o'tirashdagi bir zaharga bir kaffarat. 4 so'rinda 4 zahar qilgan bo'lsang 4 kaffarat qildi. وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك. أمدا برنج سورم بابا بر سورم دچو قندالدو إمام مالك أن في ذلك كفارة واحدة. البته نج سورم دا كيسان بر كفارة كلدو يعني بر سورم دا تكرارلا واسه بر كفارة كلدو ديدو. وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته. إمام أبو حنيفة نن قرشدا bu özden niyetiga bağlayıp فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة. Şu talaq işlerden mi şunda degan yapan. Taklif şun diyen bolsa, şu birinchisi şu hesap. Ve in arada istinafa az-zihari kana ma arada. Yeni başladın, bayatın bizni qilgan hozir yani yeni bizni qilma deb bundan yapgan bolsa, ikki zahar oldu. Ve lazimahu min al-kaffarati ala adad az-zihar. Danki necha zahar qilsa kaffara shuncha kildi. Ve qala Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id bu Yahya ibn Sa'id al-Qattan bo'lsin ki ahli hadislardan yoki İmam Malik'in şagirdi bo'lsin ki. تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى. Neç sorunda diyen bo'lsa, bir sorum diyen bo'lsa, neç qitim og'zidan zahar chiqqan bo'lsa, shuncha kafarat ado qilish kerak debdi. والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحدة بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد. Talashdan sababi nima? Asli bir zahar bir ayolga deyilgan bo'lsa, bir kaffara kirdi. Bunun talashdan yo'q. Endi mutaaddid shu. Vel mutaaddid bila xilaf vallazi yakunu bi lafzayn min imra'atayn fi waqtayn. Endi ikki ayollar, ikki ayol ayrim so'z bilan chiqatim zahar desa, ikkiligida bunun talashdan yo'q. Fa in karrara lafzat min imra'atin wahida. Endi bir ayol va lekin so'zni chiqatim takrorlab qoldi. Fal yujibu ta'addud al-lafzi ta'addud al-zahar. Söz neçqatim takrorlansa, zaharning neçqatim takrorlanishini keltirib chiqaramdi. Am la yujibu zalika fihi ta'adduda. Yoki unda ko'p zaharni keltirib chiqamamdi. Va kadalika in kana al-lafzu wahidan wal mudahhar minha akthar min wahida. Bir lafz bilan neçqatni zahar qilibsimi o'xshash, isha talashtatishlar. Va dalika anna hadhihi bi manzilati al-mutawassitat bayna ad-dayn kat-tarafayn. Bu anda hozir ittifoqga ikki o'rin bor. Birisi bir ayolni shu bir lafz bilan jihatim zahar qildi. Bunda ixtilof yo'q. Ondan ikki ayol vardı, ikkani ayrim lafz bilan jihatim zahar qildi. Bunda ixtilof yo'q. Endi ma'vo mush ikki ixtilof yo'q narsa o'ttirdiki narsa. Uning mutat qilingan, buning mutat qilingan. Mutawassitat yani. Kaman g'allaba alayhi shabaha taraf al-wahid awjaba lahu hukmuhu. Demak, qonunga o'xshatsa şu o'xshatgan tarafning hukmini shunga ba'didi. Va man ghallaba alayhi shabat taraf al-thani awjaba lahu hukmuhu. Ananga o'xshatsa ana hukmini ba'di, ma'nu o'xshatganlar ma'nu hukmini ba'di. Va minha idha zahara min imra'atihi thumma massaha qabla an yukaffira hal alayhi kaffaratun wahida am la. Mana. Adam chiqqan masalaga chetishliq. Ayolni zahar qildi. Ondan kaffarat berishdan ilgari xudo qullar kaffarat berib chiqargandek bu kaffarat birishdan ilgari chiqaribdi. Bunda ahvolda kaffara vahida bo'lamdi yoki burunqi zaharning kaffarati berilmagan, uning bir-birsiz, ondan kaffarat bermay turib, yaqin kelganga yana kaffarat turisizmi? Kaffarat bo'lamdi. فأكثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأبو عبيد أن في ذلك كفارة واحدة. مشند أهوال دا شو بالكفارة كله شو كفارة أمته. أبي عند جناه وسبلد زقة جناه بلا لكن كفارة شو بالكفارة. والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. مشاهدنا بزنجيان أخرجه أحمد والأربعة بعد
Bunda illat va munqata degan va sayd degan va kitobi zahar boshlangan chog'da gapirdik-ku. Bu shavning voqeligini bo'lganda namoz o'qib turganmi? Namoz o'qiyotgandan keyin namoz o'qib bo'lgandan keyin chaqirsa, namoz o'qidim deb turgandan keyin zahar qiladi. Va qala qawmun alayhi kaffaratan mana. Bir guruh olimlar buni ikki kaffara ketdi. Kaffaratul azmi alal wat. Kaffaratul azmi alal wat degan thumma yauduna lima qalu deganni biz tafsir qilgan vaqtida 4 xil tafsir qildik. Al azm alal wat deganni tarjih qildik. Demak, misal al azm alal wat buning birini qildi. Andan vaqtida bir kaffara, ikki kaffara tuzish kerak deb. لأنه وطأ وطئا محرما. Çünkü bu yerda hozir o'ziga harom qilayotgan-ku, harom qilayotgan bir ishni qilgan bo'ldi. Wa huwa marwiyun an Amr ibn al-As radhiyallohu anhu wa Qubaysah ibn Du'ayb wa Sa'id ibn Jubayr wa ibn Shihab wa tabi'ila ma bashqada. Wa qad qila innahu la yazmuhu shay'un la 'an al-'aud wa la 'an al-watn. Ba'zan da aziz qilishgan bu. Ya ismi kerak bo'lmaydi deb turibdi. Bu faqat namazga to'g'ri kelmaydigan qarashgan. Bu faqat kaffara kelmaydi debdim. Aniq oyatda mutahhid raqaba desa. Agar siz bilishni ilgari bilishni qilib qolsangiz kaffarat beribsizlar deganki, uni bilishni ilgari bilgan bo'lganki, bilib qolgan kunda kelmaydi. Bilib qolgan kun bas bu ilgari bir narsa vaqtda ketgan. Faqat xaraja vaqti. Yani Allah Taala ishtarata sihhatal kaffarati qabla al-masis. Jimadin ilgiri shart qilganda fayda massa faqad kharaja vaqtuha fala tajibu illa bi amrin jadid. Yangi boshladin. Bunda ahvoldimi yaqin kelib qolgan bo'lsa, yana kaffar berishing kerak degan yangi bir buyruq olsa, birdo bo'lmasa bermaydi. O'tib ketdim. Xuddalika namozning vaqti o'tib ketganda qazo qilish yo'q. Qazo qilishni yangidan vaqt o'tib ketsa, sen qazo qilishing kerak degan bir buyruq olsa, uni qazo qilibdi. Unda buyruq bo'lmagan ekan, qazosini qilmaydi deganga o'xshash ekan. Shaz qarashin. Va zalika ma'dubun fi mas'alatina va fihi shuzud. Shaz. Ma'dum degani, ya'ni amrin mujaddid yo'q buningda. Yo'q. Buning ma'lumini qilyapti. Va zalika ma'dumun fi mas'alatina. Ma'dum bo'lsa وقال أبو محمد بن حزم الظاهري من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام. الله أكبر. Dön şerde tamak verip kafaret bildiğin kişi tamak verişten ilgiri mesela sittin miskini tamak veriş kaptı değil mi şunlar? İlgiri kinasıyla mistata. Bunda şerde tamak verişten ilgiri yakın kes bulardı. Mazahiri lekin. Ve innema yahrumul masisu ala men kana farduhu al-itq aw as-siyam. Azat qilish yoki ro'za tutish kelgan bo'lsa buning boshiga bu chog'da unda shuni qilib bo'lib ondan yaqin kirdi. Lekin ta'am bo'lib qolsa unda kammis bo'ldi. Xuddamda oyatda fatah raqabatin min qabla yatamassa. Demak, yatamassadan burun shu tahrir raqaba keldi. Ma zahirimo bu qanday qarashunda zahir. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.